Anaqa, salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shu yerda ishlaysizmi? Ha, shu yerda ishlayman. O'zingizga o'xshab bagimalar ham chiroyli ekan-a? Shahlo! Uni bagimalar changalar turmasa. Hop, aka. Kechirasiz. Bular ko'zlaringiz kabi juda go'zal ekan. Rostdanmi, rahmat. Necha pul? Bularmi? Komplekti $39 dan. Nimaga sizlarda arzon? Chunki joy o'zimiznikida, arenda to'lamaymiz. Солнышко, mana bu 3 yong'inli etajerkamida? 5 yong'oqlik aka. 5. Kechirasiz. Ismingiz nima edi? Ismim Shahlo. Shahlo, bu gullar Ha, do'konimizniki. Chiroyli, hammaga yoqadi. Ey, krasotka. Mana bu parus idishlarimiz mevalari bilan sotiladimi? Magazini bilan sotiladi. Siz bilan birga qo'shib sotiladi, aka. Birpas tinch qo'ying meni. Kechirasiz. Yoshingiz necha dedi? Endi qiz boladan yosh so'rab bo'lmaydi-yu. Bu mehmonxonada juda chiroyli ko'rinsa kerak. Ha-da, bashtachini to'ldirib qo'ysa juda ham chiroyli ko'rinadi. O'sha uyimizning mehmonxonasida siz bizga choy uzatsangiz. Ey Shahlo, yuk keldi, yuklar tushirib. Nimaga molni men tushirishim kerak? Oldin kim tushirgan? Bo'lmabmi sizlarga? Ha, Shahlo. Endi sen ham yerga bersang bo'ladi. Yoshing 30 dan o'tdi. 30 dan o'tadi-da aka. Magazinga kelib, kimdir menga gapirmoqchi bo'lsa, sirazi, Shahlo, molni tushir. Hey, Shahlo, kim gapirdi senga? nima bu bola? Qani? Qani rostdan ham? Qani?